Yozyapti. Narsani tekshirib olaylik. Kanalni ochish. Videolar 5 ekan. Bugun xolos 6 takrorlash qilamiz. O'tgan safar ham aytgandim. Takrorlash qilmasak bo'lmaydi. Adashmasam o'tayotgan o'zi masalan bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta bo'ldi masalan. Mana ko'ramiz. Har kunda hozir bir masalan mana 5 ta 6 5 o'sha bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Bugungi darsimizda nima qilamiz? Takrorlash. Men test hali qilganman. Mana boshlang'ich takrorlash. Mana atayin sizlar uchun sayt hali qildim. Yashatirdim. 20 ta test qolib ketibdi mayda. Bu saytni qanday bu saytga kirsak bo'ladi? Telegram kanalga hali qilganman. Mana test 333. Bu test haliga sinab ko'rganlarim. Bu 3-inchisi edi. Telegram kiramiz. Ustiga bosamiz. Tortib turib mana avtomatik o'shaligida ochiladi. Bu yerda 20 ta test bo'ladi. 20 testni yechamiz. Masalan, Python qachon yaratilgan? Python qachon yaratilgan? Savol beryapti, bizga tushyapti. Qachon edi? 20 ta tashmish 20 test bo'lishi kerak. Yoshdan yuzgan edim. Ha, 1980-yilda mayli Len nima uzunligini bu haligilarga ba'zilarga haligi qilmaganmiz unchalik hali nima desam bo'ladi kelmaganmiz mavzular ham bu yerda tuzib qo'yibdi print bilan bir xil Len nima uzunlikni beriladi sonlarni oshiradi biz bu yerda bilmaganmiz bu endi xolos buni keyingi darsda ikkinchi takror haligi yangi narsalar qilib topib qo'yganman len masalan len nima aslida bilmaymiz uzunlikni beradimi balon beradimi uzunlikni belgilaymiz fold nima o'zi fold kasr son matn bold bu yerda nima edi fold albatta kasr son edi append nima edi bizda boshqa narsa ro'yxatga element qo'shadi ro'yxatlarga element qo'shadi ro'yxatni o'chiradi print bilan bir xil ishlaydi menimcha elementni qo'shadi bu yerda qancha test yechadigan daqiqasi turadi list nima ro'yxat albatta input biz input o'tmaganmiz mana o'tgan haligilarimiz mana input yo'q int fold string bol va keyin mana Python asoschisi kim tomonidan yaratilgan savollar tushadi bu yerda paychalar bilan tushuv u narsa haqida tushish mumkin input nima foydalanuvchi kiritiladi songa aylantiriladi input songa aylantirib foydalanuvchi kiritish ko'paytirib songa aylantiriladi mumkin mayli print nima print qayerda ishlatiladi konsolda chiqarish o'chirish va qiyoslash albatta biz konsolda chiqarish if assignment nima if assignment biz ifni o'tmaganmiz if yo'q bizda int fold string bol degan haligi ham bor esa qisqartirmasi bol berilgan if bu bizda 6-haligida qatorimizda if else boshqa narsalar mana qiymat berish if asos temas nima shart operator sikllar funksiyasi birinchi bilamiz tuple nima o'z nima o'zgarmas ro'yxat matn funksiya o'zgarmas ro'yxat set nima buni ham bilmaymiz bu haligilar berib qo'yibdi Python kim tomonidan yaratilgan edi bizga savol tushyapti Guido van Rossum tomonidan yaratilgan
For loop nima? For loop bizda yo'q, u savollarga bo'lmagan. Adashmasam darsda kelib qolgan bo'lishganda o'tgan bo'lishimiz mumkin. Haligilarda yozib olmagan ekanman. For kelgan ChatGPT bizga haligi narsada bergan. Takrorlash sikl, shartlar, operatsiya, funksiya adashmasam dict nima? Kalit qiymat. Lower nima? Lower ham o'tmaganmiz. Mana bu upper matnni katta qiladigan. Bol nima? Bol bizda nima edi? Bu yerda son, matn, true false bor. Albatta bizda true false. Continue nima? Keyingi nima? Keyingi interaksiya o'tadi. Break bilan bir xil shart operatori. Keyingi int nima edi? Bizda int nima? Int nima edi? Mana keldi 18-savolda. Butun son albatta. String nima? String bizda matn. Break nima? Nima? Sikllarni to'xtatadi. Biz breakni o'tmaganmiz. O'sha sikllarni to'xtatadi deb beramiz. Wow. Xato yo'qmi? Xato javoblar 1. To'g'risi 1991. 1da biz 12da xato qilgan ekanmiz. Keyin siz funksiyasi to'g'ri takrorlash sikl. Bu yerda haligini biz xato qilibmiz. Nima desam bo'ladi? O'sha o'tganmiz hali. Bu funksiyasi 12ni o'tmaganmiz albatta. Hozir bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarga to'g'rilab Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanalda qayerni hali qilishni yana kitobini o'chib qolibdi. O'zimda akkauntlarimga endi kim bo'ldi ekan deb mana pay 100 kunni basalang Telegram kanalda chiqib keladi. Bu mana kitob va testni tashlab qo'yaman. Albatta keyin bu testni o'chirib tashlab boshqa testni tashlab qo'yaman. Darsimiz shu yerda menimcha yetadi. O'zi 8 minutga qarab ketyapti ekan. Albatta takrorlashimiz zo'r bo'ldi. Menimcha anchaligi bo'ldi. Ancha tushunib yaxshi bo'lgan bo'lsa, ancha men masalan nima desam bo'ladi? Eng bo'lmasin bilmasdim. Sizlar bilan birga o'rganib men ham bilib oldim. Albatta bunaqa hech kim kontentni o'zbek tilida olib borgan yo'q. O'shaning uchun obuna tugmasini bosib, like ham bosib, tushunmagan narsani kommentariyada izohlarda qoldirib ketishni unutmanglar.